Namanganda joriy yil 25-maydan boshlab 64-xalqaro gullar festivali boshlandi. Navbatdagi ijodiy hamkorligimiz namunasi bo'lgan ko'rsatuvimizni aynan mana shu gullar festivalidan tayyorlashga qaror qildik. Festival davomida Namangan shahridagi bog' va xiyobonlar 100 milliondan ortiq gullar bilan bezatiladi. Mutaxassislar ishtirokida mahorat saboqlari beriladi. Gullar savdosi avj oladi. Go'zallik va nafosat bayrami tantanalari Namangan shahridagi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida boshlangan bo'lib, bu yerga millionlab yurtdoshlarimiz tashrif buyurib zavq olyaptilar. Keyingi yillarda prezidentimiz tomonidan gulchilikni rivojlantirishga, bu sohani tadbirkorlik darajasida yuksaltirishga qaratilgan e'tibor va rag'bat tufayli festival ham keng miqyos kasb etayotir. Birgina Namangan viloyatining o'zida gul yetishtirishga, eksport qilishga ixtisoslashgan yirik klasterlar faoliyati yo'lga qo'yilganligi ham fikrimizning isbotidir. Assalomu alaykum. Namangandagi gullar festivali haqida eshitgandim. Kelib juda hayratim oshdi. Sizlar shunday ajoyib yurtda yashayotganingizdan faxrlanishingiz kerak. Havasim keldi. Bu kabi tadbirlar haqida so'z yuritadigan bo'lsam, Yaponiyada ham gullar festivali bo'ladi, lekin bu darajada katta emas. Sizlarning festivalingiz insonni har tomonlama o'ziga rom etadi. Ayniqsa turfa gullar bilan bezatilgan avtomashinalar hamda turli gul kompozitsiyalarini so'z bilan ta'riflashga til ojiz. Taassurotlarimni albatta yurtdoshlarimga bo'lishaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Festivalda birinchi bor ishtirok etishim. Namangan haqiqatan ham gullar shahri ekanligiga bugun guvoh bo'ldim. Hammasi juda go'zal. Betakror tabiati, gullari menda katta taassurot qoldirdi. Boshqalarni ham taklif etib qolaman. Ko'rib bahra olish kerak. Kelgusi yil ham qatnashish niyatidaman. Мы уже не первый раз на Мангане на фестивале цветов. Каждый год приезжаем. Biz birinchi bor kelmayapmiz, har yili kelamiz gullar festivaliga. O'shda ishlaymiz, bayram haqida ko'p eshitganmiz. Festivalning yildan yilga uning ko'lami ham, ko'rinishi ham yaxshilanib bormoqda. Shunday chiroyli, yurakdan kutib olishadi. Odamlarning mehmondo'stligi, ochiqligi o'ziga rom etadi. Shuning uchun festivalga oshiqib kelamiz. Поэтому сюда приезжаем всегда с удовольствием на этот фестиваль. Buyuk shoir, devona va shoir Boborahim Mashrab tavallud topgan ushbu diyorga kelib, gullar xiyobonida, ilhom va zavq oshiyonida Mashrab she'rlarini o'qimasdan bo'ladimi? Namangandan ketar bo'lsam, meni yo'qlar kishim bormi? G'ariblik shahrida kessam, meni yo'qlar kishim bormi? Qani qavmu qarindoshim, bu yo'lda bo'lsa yo'ldoshim, ko'zimdan oqizib yoshim, meni yo'qlar kishim bormi? Muhabbat sharbatini ichdim, qozondek qaynabon toshdim, bu foni dunyodan kechdim, meni yo'qlar kishim bormi? Tushibdir boshima savdo, ramuzi ishqdan g'avg'o, o'ziga ayladi shaydo, meni yo'qlar kishim bormi? Turarga toqatim yo'qdir, yurarga holatim yo'qdir, yurakda ishq o'ti cho'g'dir, meni yo'qlar kishim bormi? Qarorim yo'q, turay desam, Namanganda yuray desam, jahonni sayr etib kessam, meni yo'qlar kishim bormi? Bu miskin zori Mashrabni kishi holini bilmaydir, bu yerdan bosh olib ketsam, meni yo'qlar kishim bormi? Namangan shahridan ketsam, meni yo'qlar kishim bormi? Bugun Namanganda gullar festivali ana shunday jununbaxsh, zavqbaxsh onlarga to'la bo'ldi. Bugun shoirlar, turli kasb egalari bu maskanga kelib, olam zavq va shavq oldilar. Ijodiy guruhimiz bilan aynan bu maskanga bejiz tashrif buyurmaganimizni yana bir karra mana shu onlarda anglab turibmiz. An'anaviy bayramda gulchilar tomonidan O'zbekiston iqlimiga moslashtirilgan, dunyoning barcha mintaqalarida yetishtiriladigan gullardan namunalar, bir-biriga o'xshamagan gullardan tayyorlangan dekoratsiyalar va konstruksiyalarni tomosha qilish imkoniyatlari yaratiladi. Bayram dasturi doirasida turli madaniy tadbirlar, ko'ngilochar badiiy tomoshalar kayfiyatingizga ko'tarinkilik bag'ishlaydi.
Bugun mana shu Namangandagi Gullar shahridagi festivalga Navoiy maqomchilar ansamblining namoyandalari, ya'ni bugungi Navoiy maqomchilik maktabi namoyandalari ham tashrif buyurgan. Shuhratjon mening yonimda hozirgi suhbatdoshim. Mana juda ham chiroyli ularning ishtirokida maqom yo'nalishdagi, milliy yo'nalishdagi qo'shiqlarni eshitdi. Xalqimiz Namanganga Gullar festivaliga kelayotgan mehmonlar bugun yayradi Shuhratjon. Chunki mana shu pafosni, mana shu ruhiyatni, mana shu kayfiyatni bergani sizlar Navoiydan kelibsizlar. Demak, bir maqsad yo'lida hammamizni jipslashtirdi bu festival. Aslida mana shu go'zalliklar inson qadri uchun, inson uchun. Bugun biz bir narsadan juda xursandmiz, mamnunmiz. Birinchidan biz milliy mana shuna qadriyatimizni, maqomlarimizni ijrochilariga juda katta e'tibor berish shuni o'zi bizni alohida xursand qiladi. Har bitta viloyatga gastrol konsertlarimiz qo'yilgan. Bizni qarang, bahonada to'yga to'yona deganday biz ham bugun o'sha prezidentimiz qarorlari asosida Namanganga konsert berishga tashrif buyurdik. Bahonada mana Gullar bayrami bo'lib turgan ekan. Bizni ham hissamiz qo'shildi. Biz juda ham xursandmiz bundan. Oldin kelganmidingiz Namanganga Shuhratjon? Ikkinchi marta kelishimiz konsert berishga. Qanday taassurotlar, o'zgarishlar bormi? Birinchi marta qachon kelgan edingiz? Biz ko'p bo'lmadi, yaqinda Zulayho Boyxonova ko'rik tanlovlariga kelib ketdik. Kustga, ularning qishlog'iga. Albatta, Navoiy viloyati 3-o'rinni olib ketdik, kelib xursand bo'lib, o'shanda kamroq bir aylanib ketdik. Mana bugun kelib shunaqa bir chiroyli, go'zal Namanganni ko'rib, xursand qilib, ko'zlarimiz quvnab, maza qilib turibmiz. O'zi gulni yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lmasa kerak. Mana qarang, 70 xil davlatdan kelgan navlar, gullar parvarishlanyapti ekan. Namanganliklarning mehnatiga tasanno aytsak bo'ladi. Hamma yo'q kulib turibdi-da Shuhratjon. San'atkorga bu kayfiyat bag'ishlaydi. San'atkorga bu ilhom, zavq bag'ishlaydi. O'zi bizning maqom san'atimiz, milliy san'atimiz shunaqa bir insonga bir nima deydi, mana shu gulga qiyoslasak insonga bir maza beradi, shunaqa quvvat beradi, haqiqatan ham ruhiyati dam oladi. Mana bu gullar bilan qo'shilib, bir-biriga vovosita bo'lib, juda ham aralashib ketib, yana ham go'zallik oshib ketdi. Taassurotlar juda ham chiroyli, juda ham ko'p taassurotlar bilan bugun konsert dasturini namoyish qildik. Navoiy viloyat maqom ansamblidan maqomchi qizlar, maqomchi yigitlar ijodiy ansamblimiz bilan Namangan shahrida gastrol konsertida bo'lib turibmiz va mana shu Gullar festivaliga tasodifan Gullar festivaliga to'g'ri kelib qoldik va bunaqa chiroyli festivalni ko'rib yanada ilhomlangan holatda qo'shiqlarimizni, xalqimizga milliy qo'shiqlarimizni, maqom qo'shiqlarimizni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ijro etib berishga harakat qildik. Juda ham yaxshi qabul qildilar. O'zimizning milliy maqom qo'shiqlarimizni ham, buxorocha, farg'onacha usuldagi qo'shiqlarimizni ham barchalarini yaxshi kayfiyatda, ko'tarinki kayfiyatda raqslar bilan birgalikda hamohang holatda chiroyli konsert dasturini namoyish qildik va juda ham katta taassurotlar bilan xush kayfiyatda hozir konsert dasturimizni yakunladik. Gulda yaxshi ko'rmaydigan ayol bo'lmasa kerak menimcha, juda ham yaxshi ko'raman. Bizning Navoiy shahrimizda ham juda ham chiroyli gullar bor, lekin hozir Namangan shahridagi gullarni ko'rib juda ham ko'zlarim quvnab ketdi. Rostdan ham bejizga Namangan Gullar shahri deb atalmas ekan. Yana bir bor ishonchim komil bo'ldi bunga. Tasannolar aytaman. Bunday chiroyli san'at asarlarini yaratib, xalqimizning ko'zlarini quvnatib qo'yganlari uchun mana shu mehnatkash xalqimizga, opa-singillarimizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu qo'shni Farg'ona viloyatida ham o'zi aslida bilasizlar, maqomchilik maktabi, o'zbek maqomchiligi maktabi Farg'onada ham o'ziga xos shakllanganda ustozodalar o'tgan. Mana shu an'ana davom etadimi Shuhratjon? Albatta, bugungi kunda haqiqatan o'sha so'zimiz boshida aytganimizdek, bizda o'sha maqom san'atimizga, milliy san'atimizga juda katta e'tibor bo'lib turibdi. Biz bundan nihoyatda xursandmiz. O'sha o'tgan ulug' buyuk san'atkorlarimiz, hofizlar, ustozlarimiz tanlovlari bo'lib turibdi. Shu bahonada biz Namangan kelamiz, yana Xorazm boramiz, viloyatlarda tanlovlarga qatnashib yuramiz. Juda xursandmiz bu narsadan. Qolaversa shu buyuklarimizni o'sha izlarini, nima deydi, meroslarini davomchilari borligidan ham biz benihoyat xursandmiz. Aziz teletomoshabinlar, qadrli hamyurtlar, biz mana bugun ijodiy guruhimiz bilan tasvirchimiz Bahodir Hamroqulov, Xudoyberdaka Nishonov haydovchimiz va men hamkorlikda bu yerga keldik. Chunki Milliy teleradio kompaniya rahbariyati tashabbusi bilan Shuhratjon bir yaxshi an'ana yo'lga qo'yildi. Bu an'ana biz viloyatlarga borib, vohaga, mana yaqinda Navoiyga ham borish niyatimiz bor. Ijodkorlar turli viloyatlarga borib, boshqa hamkasblarimiz
yoshlarimizni ish joylari bilan, faoliyatlari bilan, ijodiy jarayonlar bilan va Milliy teleradio kompaniya tizimida yaratilayotgan islohotlar, o'zgarishlar bilan tanishyapmiz va bugun navoiylik mehmonlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Negaki mana shu maqomchilik an'analari, san'at an'analari hamkorlikda yana ham o'zini cho'qqilariga chiqadi. Rahmat sizlarga, yana bir bor xush kelibsizlar vodiyga. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim. Joningizga kuyar jonlarim. O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Mana bizni gullagan Namangan shahrimizga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat, umrlaringizga barakotlar bitsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlarda to'ylar bo'lsin. Prezidentimiz shunchalik odil mana sharoitlar, mana shuncha gullaga qilgan mehnatlari hammasi rohatini ko'rsin. Bundaqa zamon hech qachon bo'lmagan. Это очень фантастический праздник. Bu juda tasavvurga sig'maydigan bayram. Biz hayratdamiz. Insonlar uchun shunaqa chiroyli bayram tashkil qilibsizlar. Qancha gullar, qancha quvonch, qancha go'zallikni bir joyda hech qachon ko'rmaganmiz. Katta rahmat mehmondo'stligingiz uchun. Biz albatta o'z do'stlarimizga aytib beramiz va kelasi yili yanada ko'proq mehmonlar bilan kelamiz. Еще большей группой приедем. Мы первый раз в Намангане. Birinchi bor keldim bu festivalga. Oldin bu haqda internet saytlari va turli ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan edim-u, bu darajada go'zal deb o'ylamagandim. Очень красивый город. Namangan ozoda, chiroyli va go'zal shahar ekan. Gullar nihoyatda go'zal, navlari, turlari va rangiga qarab ekilgan va yaratilgan chiroyli manzaralar meni hayratga solmoqda. Bu manzaralarni oldidan shunchaki o'tib ketib bo'lmaydi. Bir-biridan chiroyli va hayratlanarli. Чисто, культурно и хорошая атмосфера праздника. Biz Jaloloboddan, Qirg'iziston Jalolobod oblasidan keldik. O'shu chegara ochilib, Kengsay chegarasi ochilib, o'shoning narxi bilan shu yerga sizlarning el aralıq gül festivalingizga qatnashib o'tiramiz. Birinchi kelishim bu el aralıq gül festivalini abdan yoqdi. Qo'g'iz ekan so'nin uyushtiruvchilarga rahmat. Biz o'ta suyundik. Bu Kengsay postini ochilganina uchun bizga yaxshi shartlar tuzilib o'tadi. Kelib, ketib, qo'noq bo'lib birizga biriz. Kelib ketib yaxshi ishlar olursa qatnashganga ayva yaxshi shartlar tuzildi. Cho'ng rahmat. Bu an'anaviy gullar shodiyonasi ichki va tashqi turizmni rivojlantirishda muhim o'rin tutishi shubhasiz. Shuningdek, festival doirasida jahon va milliy estrada yulduzlari ishtirokidagi konsertlar, modalar haftaligi, hunarmandchilik ko'rgazmalari, turfa taomlar taqdimoti, lavanda sayli va dron shou ham bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Bir kun davomida ko'rganlarimizni sizlarga ilindik. Ko'rsatuvimiz avvalida aynan Namanganga tashrifimiz mobaynida aytgan gaplarim shuki, Milliy teleradio kompaniya rahbariyatini tashabbusi bilan biz ijodiy hamkorliklarni aynan viloyatlarga borib, safarlar davomida, sayohatlar davomida davom ettiryapmiz. Sohibaxon bilasizmi? Bizda Muqimiy bobomizni, buyuk mutafakkir bir shoirimizni sayohatnoma asari bor. Uni siz ham yod olgansiz. Mana shu sayohatnomada shoirning vatanga bo'lgan, yurtiga bo'lgan muhabbati namoyon bo'ladi-da. Biz ham safarlarda yurtimizni yana bir bor kashf qilyapmiz. Namanganga juda ko'p bora kelganman. Namanganni gullar shahri deyshadi, mehr shahri deyshadi, muhabbat shahri deyshadi. Buni isbotini bugun yana o'z ko'zim bilan ko'rdim. Namangan gullar festivali orqali butun dunyoga butunlay o'zgacha qiyofa kasb etyapti. Mazza qilib yorityapsiz bu jarayonlarni. Albatta, avvalambor assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, aziz farg'onalik muxlislar. Dilorom opa, Farg'ona viloyati teleradio kanali ijodiy guruhi avvalambor Namangan shahriga xush kelibsiz deymiz. Mana shunday bir ajoyib ayyomga bu muloqotimiz, bu uchrashuvimiz, bu diydor onlarimiz to'g'ri kelgandan juda ham xursandman. Ustoz Dilorom opa, yaxshi bilasiz, haqiqatda Namanganni tashrif qog'ozi bu xalqaro gullar festivali bo'lib qoldi va prezidentimizni shu Namanganga e'tiborlari, gullar festivaliga bo'lgan bir alohida e'tiborlar tufayli bu keyingi 4-5 yilda xalqaro maqomini oldi va xalqaro gullar festivali Namanganni dunyoga yana bir bor yangi qiyofada, yangi bo'y bastda o'zini nomini tanitish imkoniyatini berdi. Mana bu yilgi 64-xalqaro gullar festivali xabaringiz bor, 25-maydan boshlandi, start berildi va salkam 40 kun mobaynida davom etadi. Mana hozir ayni paytda 140 yillik tarixga ega Zahiriddin Muhammad Bobur nomli madaniyat va istirohat bog'ida turibmiz. Bu yilgi xalqaro gullar festivaliga Namangan o'zgacha tayyorgarlik bilan keldi. Boisi o'tgan yili Namangan shahri ko'cha xiyobonlari, bog'-rog'lari 45 million tup gul ekilgan edi.
bu yil bu gullarning turi ham ko'paydi va 100 million tubga yetkazildi. Agar guvoh bo'lgan bo'lsangiz, katta ko'chalar, Namanganga kirish joylari gullar gilam kabi poyandoz bo'lib, mahalliy va xorijiy sayyohlarimizni kutib olyapti. Va Xalqaro gullar festivalini albatta Namangan viloyati teleradio kanali ijodiy jamoasi juda qizg'in yorityapmiz. Ustozlarimizni maslahatlari, yo'l yo'riqlari va avvaldan to'plangan tajribalar takomillashib boryapti. Boisi 25-maydan boshlangan Xalqaro gullar festivali to'g'ridan-to'g'ri jonli efirga uzluksiz uzatildi. Millionlab tomoshabinlarimiz ko'rdilar, bahra oldilar va juda ham ko'p yurtdoshlarimiz aynan gullar festivali uchun keldilar. O'zim ham maxsus reportajlar tayyorladik. Namangan axboroti uchun to'g'ridan-to'g'ri efirlarda ijodiy jamoamiz, hamkasblarimiz ishlashyapti. Va bu yilgi yana bir jihat, gullar festivalini tomosha qilgani kelayotgan sayyohlar sonini sezilarli ravishda yanada ortgani. Hozirga qadar 5 million nafardan ortiq sayyohlar. Bularni 141 mingdan ortig'ini dunyoning 40 ta mamlakatidan kelgan xorijiy sayyohlar tashkil etyapti. Va 2,5 million nafardan ortig'ini respublikamizning turli hududlaridan kelgan sayyohlarimiz tashkil etyapti. Xalqaro gullar festivaliga Namangan juda katta tayyorgarlik bilan keldi. Biz turgan Zahiriddin Muhammad Bobur nomli madaniyat istirohat bog'idan tashqari Afsonalar vodiysi tematik parki, Yangi O'zbekiston bog'ida ham alohida hozirlik ko'rildi. Mana bu kunduz kunlari bu yerdagi ko'ngilochar dasturlar, shou dasturlaridan tashqari Afsonalar vodiysi bog'ida 27 ta attraksionlardan iborat juda ham katta yana bir ko'ngilochar madaniy hordiq chiqarish imkoniyatlari yaratildi. Yangi O'zbekiston bog'ida ham 3000 dan ortiq tomoshabin bemalol bir vaqtni o'zida tomosha qilish mumkin bo'lgan amfiteatrda yana yangi dasturlar. Xullas, Namangan Xalqaro gullar festivali doirasida juda ham katta bir bag'ri keng diyorimizni bir bag'ri keng bo'lagiga aylanib qoldi. Вообще из Иркутска. Но сейчас нахожусь в Душанбе. Garchi Tojikistonning Dushanbe shahrida tug'ilgan bo'lsam-da, bu yerga Namanganga Irkutskdan turmush o'rtog'im bilan uchib keldik. Kecha Andijonda tomosha qildik. U yerda qarindoshlarimizdan Namanganda gullar festivali bo'layotganini eshitib, bugun bu yerga mana shu go'zalliklarni tomosha qilgani keldik. Festival menga juda manzur bo'ldi. Mazza qilib, zavqlanib aylanib yuribmiz. Gullarni yetishtirgan insonlarga rahmat degim kelyapti. Hech qayerda bunday go'zalliklarni uchratmaganman. Namanganliklarning muomalasi, mehmondo'stligi, odamlarga mehri o'zgacha ekan. Menga juda yoqdi. Чем понравился? Чистый, хороший город, добрые люди, отзывчивые очень. Ijodiy hamkorlik ufqlari kengaymoqda. Namangandan bir olam taassurotlar bilan qaytdik. Vodiyning 3 viloyatida kechayotgan islohotlarning barchasi inson qadrini yuksaltirish, uning farovonligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.